6 milyon, 7 milyon, 8 milyon, 9 milyon, deyarli 10 milyongacha chegirmalar e'lon qilindi. O'rtoqlar, Namangan Shinriga kelganman, yangilikda dodda xo'jasi bo'lgan. Qaranglar, xohlang Shinri T30 qo'sh ballonlik, xohlang yakka ballonlik, xohlang T32, xohlang BAF M7 mikroavtobus yoki bo'lmasa manaqa gibrid inomarka yoki bo'lmasa 5 kishilik to'laqonli benzinda yuradigan inomarka olasizmi yoki bo'lmasa mikroavtobus olasizmi? Xohlagan mashinani endilikda Nasiya savdoga oladigan akalarimiz narxlar 10 milliongacha tushirib qo'yildi. Undan tashqari Mega Dunyo kanalidan kelib avtomashina xarid qilgan akalarimiz uchun benzin, polik, nomer postavka shunga o'xshagan sovg'alar ham bor. Agar siz Namangan Shinridan avtomashina xarid qilib, o'rtog'ingiz, qarindoshingiz, yaqiningizni olib keltirib mana shu yerdan mashina xarid qilish uchun olib kelsangiz 500 ming so'm sovg'a ham bor. O'rtoqlar, mashina oladigan davr keldi. Xohlang yuk mashina, xohlang inomarka, xohlang mikroavtobus, hammasidan bor. Buni Shinriga qizib yurgan o'rtog'ingizga tashab qo'ying, narx arzonligida olsin.